Assalomu alaykum, Pazandos kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham oson tayyorlanadigan shokolad biskvitli ruletlar tayyorlaymiz. Buning uchun eng avvalo biskvitimizni quruq masalalarini elakdan o'tkazib, aralashtirib olamiz. 2 osh qoshiq kakao, 4 osh qoshiq to'la un, 1 choy qoshiq razrıhlitel, 1 choy qoshiq vanilin solamiz. Elakdan o'tkazamiz. Biskvitimiz 6 ta tuxumga bo'lgani uchun 6 osh qoshiq un va kakao soldik. Endi bularni yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi alohida idishga 6 ta tuxumni oqini sarig'idan ehtiyotkorlik bilan ajratamiz. Mana ajratib oldik. Endi tuxumimiz oqiga bir chimdim tuz solib mikserda ko'pirtirishni boshlaymiz. Tuxumimiz juda ham muzdek, xolodilnikdan olingan bo'lgani uchun juda ham oson ko'piradi. Mana oppoq massa bo'lib, qattiq bo'lib ko'pirgunicha yaxshilab ko'pirtiramiz. Endi bunga tuxum sarig'ini bittadan qo'shamiz. Aslida shu yerda shakarni tuxum oqiga qo'shib ko'pirtirishimiz kerak edi. Meni yodimdan chiqibdi. Shuning uchun tuxum sarig'ini qo'shib, so'ng shakar qo'shdim, lekin farqi yo'q. Bo'laveradi, shakarni keyin qo'shsanglar ham. Mana tuxum sarig'ini qo'shib olganimizdan keyin 150 gram shakarni ozginadan solib, yana mikser qilishda davom etamiz. Massamiz yaxshigina ko'piradi, ko'payadi. Hammasini yaxshilab mikser qilib shakarini eritib olamiz. Mana tuxumli massamiz tayyor bo'ldi. Endi elakdan o'tkazgan quruq masalalarimizni yana bir marta elakga solib, ozginadan elakdan o'tkazamiz va lopatkada sekin-asta aralashtiramiz bir tomonga harakat qilib. Quruq masalalarni ozginadan solib aralashtiramiz hammasini. Mana shu tarzda hamma quruq masalalarni solib aralashtirib olamiz. Endi pergament qog'oz solingan listimizga xamirni to'kib, tekislab olamiz. Hamma joyiga bir xilda qilib tekis qilib yoyib chiqamiz, burchaklariga ham. Va buni endi 190 gradusda 8-10 minut orasida pishirib olamiz. Mana biskvitimiz tayyor bo'ldi. Gugurt cho'pi bilan tekshirib ko'rsak, quruq chiqsa, biskvitimiz tayyor. Endi bunga nam sochiq yopib,